Тәпәккур қилиш ибадәттур. Авторы Мухаммад Юсуп. Allah Taala Qur'oni Karimni uning oyatlari ustida tafakkur qilib tushansin deb nazil qilgan. Qur'oni Karimda kelgan amrlarning hammasi farzlikni ifodalaydi. Farz amallarni ado qilish ibodatdir. Namoz o'qinglar, zakot beringlar degan amrlarning hammasi farzlikni ifodalagandek. Ya'ni osmon va zimindagi narsalarni ko'zdinglar degan amrmi osmon va zimindagi go'zal san'atlarni kuzatib tafakkur qilishning farz ekanligini ifodalaydi. Ya'ni ey payg'ambar, ular oyatlarni tafakkur qilsin va aql egillari o'g'it olsin deb biz sana tushirgan muborak kitobdir. Qur'on o'qishdan maqsad uning har bir oyatining ma'nosini bilish, uning mevasi tafakkur qilishdir. Tafakkur qanday qilinadi? Tafakkur qilish usuli. Tafakkur qilishning har xil usullari bor. Biz bu yerda tövəndəki 3 usulni misal qilaylik. Birinchi, bir narsaning o'zi va asli kelib chiqishi ustida tafakkur qilish. Ya'ni inson alaqdan, ya'ni balyotqi temiga yamishib qolgan urug'dan yaratilgan degan buningga misol bo'la oladi. Chunki insonning onasining balyotqisida esilib qolgan ashu bir tal sipirma urug'idan yaratilib, koinotdagi barliq mavjudotning eng ahamiyatligi va eng hurmatligi bo'lganligini o'ylagan odam albatta Allah Taolaga bo'lgan iymonini kuchaytiradi. Ikkinchi, bir narsaning o'zi va yo'qligi ustida tafakkur qilish. Ya'ni ularga aytqinki, deb beqinglarchu, suyinglar singib ketsa, sizlarga kim iqin suv keltirib berdi degan oyat ustida tafakkur qilib, suvsiz hayotni tasavvur qilganimizda Allah Taolaning ustimizdagi haqqining naqadar cho'ng ekanligini bilib yetimiz. Natijada Allah Taolaga bo'lgan iymonimiz kuchlanadi, ixlosimiz oshadi. Uchinchi, bir narsaning o'zi va aksi ustida tafakkur qilish. Ya'ni ey payg'ambar, ularga aytqinki, deb beqinglarchu, agar Alloh kechini sizlar uchun ta qiyomat kuniga qadar so'ziladigan qilsa, Allohdan boshqa qaysi iloh sizlarga yo'ruqliq keltirib bera oladi? Sizlar texicha haq so'zni anglamamsizlar degan oyat ustida tafakkur qilgan odam Allah Taolaning kecha bilan kunduzni almishib turadigan qilib yaratganlik ne'matini tushunib, Allah Taolaga qulchilik qilishning naqadar zarur ekanligini bilib yetadi. Natijada uning Allah Taolaga bo'lgan bog'lanishi kuchlanadi. Biz endi tafakkur qilishning yuqorqi 3 usuli bo'yicha o'zimizdagi a'zolarning birarsi ustida tafakkur qilib ko'raylik. Masalan, ko'zimiz to'g'riliq o'ylanib boqaylik. Tabiatning barliq go'zalliklarini, Allah Taolaning koinotdagi barliq go'zal san'atlarini ko'rishimizning birdan-bir quroli bo'lgan mushu ikki ko'zimiz na'dan paydo bo'ldi? U qandoqcha ko'rdigan bo'lib qoldi? Balyotqi temiga esilib qolgan ashu bir tal urug'dan paydo bo'lgan bu inson qandoqlarcha bu ikki ko'zning egisi bo'lib qoldi? Ondan ko'rmaydigan inson to'g'riliq tafakkur qilib boqaylik. Agar Allah Taolo bizni ko'rmaydigan qilib yaratgan bo'lsa, bu go'zal tabiatning, koinotdagi rang-rang san'atlarning nimaga foydasi bo'lgan bo'ladi? Bularning nima ahamiyati bo'lgan bo'ladi? Endi yana o'ylab boqaylik. Agar Allah Taolo insonning ko'zlarini hozirgi o'rniga emas, uning orqa tarafiga yoki maydasiga o'rinlashtirgan bo'lsa, ish qanday bo'lar edi? Hozirgidek har narsani o'ng'ayli ko'rgili bo'larmidi? Demak, biz barliq a'zolarimiz ustida tafakkur qiladigan bo'lsak, Allah Taolaning hamma a'zoni eng munosib o'rinlarga joylashtirganligini bilib yetimiz. Bu ishlar tasodifiylikning mahsuli emas, balki Allah Taolaning hikmat bilan o'rinlashtirishi soyasida amalga oshgan ishdir. Allah Taala bizni o'zimizdagi a'zolar va o'zimizdagi ne'matlar ustida
təpəkkür qilishqa buyurub, ya'ni o'zinglar to'g'riliq təpəkkür qilmamsizlar degan. Təpəkkür ilm, qiziqish va amaldir. Təpəkkür qilish insonni bilishga ilib bordi. Bilish qiziqishga undaydi. Qiziqish amalga ilib bordi. Chunki inson təpəkkür qilish orqali bilmaganlarni biladi, bilish orqali qiziqish hosil qiladi. Qiziqish orqali amalga o'tadi. Qalb aromini Allohni yod etishdan hosil qilsa, təpəkkür oziqini ilmdan hosil qiladi. Alloh taoloni tunish dinning yildizi va ilmning avvalidir. Alloh taolo o'zini koinot haqiqatlari va Qur'on oyatlari orqali tunutadi. Chunki Alloh taoloning ikki kitobi bo'lib, biri koinot, yana biri Qur'oni Karimdir. Təpəkkür qilish Alloh taoloni tunishning eng kafolatli yo'lidir. Har bir insonning iymon jihatdagi darajasi uning Alloh taologa bo'lgan tunishiga qarab bo'ladi. Uning Alloh taologa bo'lgan tunishi oshgan sari itoatmanligi eshib bordi. Itoatmanligi oshgan sari taqvoligi oshidi. Taqvolikning eshishi jannatning yo'lini yaqinlashtirdi. Eng oddiy maxluq pasha va uningdagi mo'jizlar. Allah haqiqatni bayon qilish uchun pasha va uningdan kichik narsalarni misol qilib keltirishdan tortinib qolmaydi. Bu Alloh taolaning cheksiz qudratini namoyon qilgan oyatdir. Pasha shunchalik oddiy narsa bo'lib, qo'limizga qo'nganligini his qila olmaymiz. Ko'rsak, aman o'ltirib yetalaymiz. Ammo biz uchun shuncha oddiy ko'ringan oshu pasha haqida təpəkkür qiladigan bo'lsak, Alloh taolaning ajoyib qudratini bayqaymiz. Pashining beshida 100 dona ko'zi bor bo'lib, pashini mikroskopda cho'ngaytib ko'rganda, uning beshidagi ko'zlari xuddi harning ko'naklardek ko'rinadigan. Yana pashining 3 yuragi bor bo'lib, biri ko'ksiga, qolgan ikkisi ikki qanotiga o'rinlashtirilgan. Pashining issiqlik qabul qiladigan apparati, ya'ni radari bor bo'lib, shaylarni o'z shakli va rangi bo'yicha ko'ra olmaydi ekan. Faqat haroratidilla bilib olaydi ekan. Shunga qorong'u uydagi pasha uxlab yotgan insondan boshqani ko'ra olmaydi ekan. Pasha qon tekshirish apparatiga ega bo'lib, har qanday qonni sho'ramaydi ekan. Faqat o'ziga munosib keladigan qonni sho'raydi ekan. Shunga bir karvatda uxlagan ikki balaning biri atiganda har tarafı qapargan holda qopsa, yana biri hech narsa yo'q holatda qopadiganligi bir reallik. Pashi yana mas qilish apparatiga ega bo'lib, chaqadigan yerni avval mas qiladi ekan, ondan chaqadi ekan. Shunga biz pash chiqayotganda hech narsani his qila olmaydi ekanmiz, ammo pash uchib ketgandan keyin og'riqni his qila oladi ekanmiz. Pashida yana qonni suyuldirish apparati bor bo'lib, inson badanidan sho'rgan qo'yiq qonni gelidan o'ng'ay o'tkazish uchun uni suyuldirib qabul qiladi ekan. Pashining nashtirda 6 pichig'i bo'lib, chaqmoqchi bo'lgan joyni 4 pichiq bilan biroqli kesadi ekan. Ondan qolgan 2 pichig'i qonni sho'rish uchun xizmat qiladi ekan. Pashining putlaridagi tirnoqlari qattiq yerga dasab turishqa, siyliq yerga chaplab turishqa aplik qilib yaratilgan. Pasha insondagi tarpurqini 60 kilometr yiroqlikdan puriya oladi ekan. Amdi təpəkkür qilayli. Dunyoda hech qanday narsa o'zligidan bo'lib qolgan emas. Har qanday bir ijodiyatning ijodkori, har qanday bir san'atning san'atkori va har qanday bir asarning avtori bo'ladi. Aeroplan, parxod, avtomobil qatorliq qatnash qurollarining yasag'uvchisi bo'lganidek, to'nglatqu, kir olg'u, televizor, yonfonning yasag'uvchisi bor. Shundaqli yana har qanday bir fabrikaning qurg'uvchisi, har qanday bir binoning binokori bor bo'ladi albatta. Demak, dunyoda hamma narsaning egisi bor. Endi biz misol qilgan pashini kim yaratdi? Uningdagi mo'jizalik apparatlarni kim yasadi? Bu o'zligidan bo'lib qolgan ishmi? Ya, hammani Alloh taolo yaratdi.
hech qandaq narsa o'zligidan bo'lib qolmagan. Allah Taala uchun aşı oddiy pashini yaratish bilan lahangni yaratish o'xshashdir. Normal bir lahang 150 tonna keladi ekan. Əmdili tug'ilgan bir bola lahang bir qitimda 300 litr sut ichadi ekan. Lahang bir vaqtliqiga 4 tonna beliq yeydi ekan. Allah Taalaga nisbatan shundaq cho'ng maxluqni yaratish bilan pashiga o'xshash kichik va oddiy maxluqni yaratish o'rtasida hech qanday farq yo'qdir. Chunki har birini eng mukammal va eng sistemalik shaklda yaratgandir. Rahman Allah'ның yaratqınida hech qanday nuqson topolmaysan degan oyat buni isbotlaydi. Ko'z bilan ko'rgil bo'lmaydigan ashu kichik viruslardan boshlab galaksiyalargacha bo'lgan jimi maxluqning yoritilishida ayni nizam, ayni mukammallik hukm suradi. Bu hamma narsani mukammal yaratgan Allohning san'atidir. Allah haqiqatan sizlarning qilayotgan ishinglardan to'liq xabardordir. Qur'oni Karimni ma'nosini tushunib o'qish, oyatlar ustida tafakkur qilish, koinotning har taraflariga qarab Alloh taolaning kamoliy qudratiga dalolat qiladigan alomat ustida muloyiza yurgizish, iymonni kuchaytiradigan, aqlni ochadigan, Allohga yaqin qiladigan katta ibodatdir. 2021 yili 27 aprel